Salom do'stlar, sizlar Rikki kanaldasizlar. Rikki kanaliga obuna va like bosish esdan chiqmasin. Bugun mana shu qishloqda zombi apokalipsiyasi bo'ladi. Hop, shu zombi apokalipsiyasida biz zombilarni o'ldirishimiz kerak. Bizda mana bu yerda tepaga chiqadigan yo'l ham bor. Tepada komanda aytib turamiz. Hop, keyin esa mana bu yerda golemlarni ko'rganmiz. Keyin pastga tushib urish uchun mana yerda aslahalar bor. O'shalarni olib urushaveramiz. Ko'ryapsizlar, bizni o'zimizni maxfiy bayrog'imiz bor mana. O'zimizni bayrog'imiz shunday. Juda ham chiroyli. To'g'rimi? Juda ham chiroyli bo'lsa like va obuna bosib qo'yinglar. Mana bu yerga yo'q tushib ketdim. Hop, mana endi esa mana shu bayroqqa qo'ymoqchi bo'lgan jotimga qo'yib qo'yaman. Tezroq chiqish kerak. Mana qo'yib qo'ydim. Hop, bezatib turadi, qaroqchi bu chiroyli qilib. Endi esa kech tushishini kutamiz. Kech tushgandan so'ng videoni yoqaman. Mana do'stlar, kechqurun ham tushdi. O'zi zombilar kelishni ham boshlayveribdi. Mana o'zimga kerakli bo'lgan aslahalarni kiyib olganman. Totem bor bizda mana. Endi esa mana shu ikkita totem tugagungacha biz video qilamiz. Undan ko'p uzoq ketadi, chunki hop, biz jang qilish yo'lida boshladik. Pastga tushib urushaymikin do'stlar? To'xtanglar, biz totemni ikkinchi qo'limga olamiz. Qalicha ushlaymizda jangga ketdik. Yo'qmi? Zombilar, menga qaranglar. Amali bu yerdagilar o'zi jinnib bo'lgan shunday. O'ldirish kerak qaroqchi bularni. Ishga chiqib qolibdi. Nimaga do'stlar, men shuncha paytdan beri hozir jonsiz bo'lib yurgan ekanman, kechirasizlar do'stlar. Jonli qilganimdan keyin videoni yo'q. Do'stlar, kechirasizlar. Men shuncha paytdan beri jonsiz yurgan ekanman. Endi esa zinadan tushib jangni boshlaymiz. Jang boshlandi. Yo'q, kelyapti o'zi hamma zombilar. Yaxshiliklar, men hammangizni o'ldiraman. Haha. Men sizlardan qo'rqmayman, chunki menda totem bor. Molcha, qo'rqyapsanmi? Ha, bu gapirolmaydi. Zombilar o'zi tugayapti. Mana bu yerda ham zombilar qolib ketibdi. Kichkina yomon lekin. Ay! O'ldiringlar. Hech narsa qila olmaysizlar. Zombilar tugadimi bir pasda? Hamma zombilar qo'rqib qochib ketibdi. Yo'qmi, uchib ketadi dedim. Mana do'stlar, zombilar ham mana ekan. Do'stlar, ko'rdinglar o'zi, ko'p zombilar qo'rqib qochib ketdi. Mana bizning bayroqlarimiz. Shuning uchun birinchi qism tugadi. Birinchi o'rinda birinchi qismni tugatishdan oldin hop, mana shu yerdagi mana bu yerda meni golemlarni ishlatmaydim birinchi qismda. Ikkinchi qism yoki uchinchi qismda ishlataman. Ikkinchi qismda mana bu yerni yarmini qurilmabdi do'stlar. Yo'qmi yo'q. Ikkinchi qismda mana shu yarmini qurib sizlarga video qilaman. Birinchi qism shu bilan tugadi. Xayr do'stlar.